9-may nafaqat xotira kuni, balki o'tganlar eslanadi, yodga olinadi, shu qatorida qadrlash kuni hamdir. Bu bayramda yakki yolg'izlar holidan xabar olinadi. Hayot qiyinchiliklariga ro'baro bo'lganlarni oyoqqa turishga ko'maklashiladi. Shunisi bilan ham bayramning tarovati yuksak, jamiyatda mehr-oqibat tuyg'ularini yoyishdagi hissasi katta. Bayramda farg'onalik E'tiborxon ayaning ham ko'ngli osmon qadar ko'tarildi. Hozir shu haqda. Ko'chani to'ldirib, qo'lida qurilish ashyolari va shu kabi anjomlar ko'tarib olgan yigit-qizlar kelyapti. Ular O'zbekiston tumani Qulbek mahalla fuqarolar yig'inidagi E'tiborxon O'rinova xonadonida to'xtadi. Binoning ancha ohori to'kilgan, yillar va qarovsizlik o'z ta'sirini o'tkazgan. Nuragan devorlar, shiftdagi yemirilishlar ko'zga tashlanadi. Turmush o'rtog'i Hikmatjon ota 25 yil oldin vafot etganidan keyin bu uyda ayaning bir o'zi qoldi. Buning ustiga sog'lig'i ham yaxshi emas. Shu kabi muammolar bilan yakka kurashayotgan onaxonning hovlisiga jumlashib ketdi. Bu uyimiz 1987-yil qurilgan 10 sotik agratimiz. Men shu xo'jayinim o'tib ketgandan keyin endi hamma ishga o'zim bo'lib qolganim uchun endi davlat maoshi sog'lig'im yo'qotdi. Bir yilda 2 marta 3 marta doktorga yotib chiqaman. Enkib ish ham qilarman, tepaga ham qaralmayman. Tepaga qarasam, yerga enkib ish qilsam oshib ketadi, 200 ga chiqib ketadi davlatdan. Hasharchilar O'zbekiston tumanidagi birinchi sonli texnikum jamoasi va tahsil olayotgan o'quvchilardir. Ishlar taqsimlanib, hamma yuklatilgan vazifani a'lo darajada uddalash uchun astoydil yengshimardi. Devorlar suvoq qilindi, eshik deraza artildi, tozalandi, supur-sidir bajarildi, xomtok qilindi, mevali va manzarali daraxtlarga shakl berildi, tomorqa begona o'tlardan tozalandi. Avval nuragan qismlari suvoq qilingan uy keyin bo'yaldi va shu kabi ishlar bajarildi. Aya shu kuni baxtdan o'zida yo'q quvondi. Qayta rahmat aytdi. Hasharchilar ishlariga qiziqib, o'zi ham ularning yoniga kirganini bilmay qoldi. Bir kasb, bir yaxshilik loyihasi asosida volontyorlik guruhasi shakllantirganmiz. Bugungi guruhimizning asosiy maqsadi yordam kerak bo'lgan xonadonlarga borib, o'sha elektromontaj ishlari, qurilish sohasiga, oshpazxonadonchilik, sartaroshchilik, ya'ni texnikumimizdagi mujassam barcha kasblarga doir qanaqangi yordam kerak bo'ladigan ishlar bo'lsa, hammasini bajarib, qo'limizdan kelgan holatda kelgancha yordam qilmoqdamiz. Odam borki, yashayapti-ku, umid, ilinj baribir bo'lar ekan. E'tiborxon aya o'zaro suhbat davomida shu haqida gapirib berdi. Bir nafar qizim bor, turmushga chiqib ketgan. Farzandlardan biri endigina boshlang'ich sinfga qadam qo'yayotgan nabiram men bilan yashaydi. Hozir tayyorlov guruhida. Shu ko'zimning quvonchida deya xursand bo'lib gapiradi aya. Ustozlarga o'xshagan o'qimishli, oliy ma'lumotli bo'lsin, el xizmatida yuradigan qizlardan bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Mana shularga juda havas qildim. Xudo xolasa o'qitaman qizimni ham. Hammalariga umrlariga baraka bersin, yaxshi o'qishlarga o'tsin, shular qatori hammani orzu havasiga yetkazsin. Juda xursand bo'ldim. Hammalaring tanlang sa'at bo'lsin, umrlaring uzoq bo'lsin, rizqlaring ulug' bo'lsin. Uy ancha ko'rkamlashdi. Bir kunda joriy ta'mirlashni boshidan kechirdi. Bu hali debocha. Endi tez-tez kelib turiladi. To'g'ri, bu xonadonda ishlar hali ko'p. Binoning tom qismini tuzatish, yomg'ir chakkisi o'tmaydigan ko'rinishga keltirish kabilar bor. Hamma bir yoqadan bosh chiqarsa, bu hech narsa emas dedi texnikum jamoasi. Xayrli ish muvaffaqiyatli yakunlandi. Olib borilgan sa'y-harakat yakuni muhokama etildi. Jamoaning bu boradagi niyatlari anchagina. Endi O'zbekiston tumanidagi boshqa xonadonlarga boriladi. Komilovlar xonadoni hamda mana shu yana Oqtepa mahallasida yana Komilaxon aya xonadonlari hamda eski Yepan MFda Mohidaxon aya xonadonlarini mana shu may oyida yana ularning holidan xabar olish, xonadonlariga kirib o'sha ta'mirlash ishlarini qilib berish ko'zda tutilgan. Bu orqali yoshlarni nafaqat bilimli, shu qatorda milliy qadriyatlarga oshno holda kattalarga hurmatda voyaga yetkazishni niyat qilingan. Muhsinjon Yusupov, Shohar Qayumov, Ovoz axborot dasturi uchun maxsus tayyorlandi.